Ma uyni satsan ota-onamning izi yo'qolib ketadi, buni bilamsan. Ketganlar ketib bo'ldi, ama yashaydiganlar yaxshi yashasa bo'lmaydi. Ballarimizni o'ylab qo'ying. Agar sen pul lazım olsa, menga lazım. Aka! Aka, senga nima bo'ldi? Aka! Sen bu o'yinlar akamning munosabati yo'q deyapsan. Ha, qo'ya. Bu o'yinni satsangiz, men bilan aşkı balam ko'chaga chiqib yotamdik. Nima? Uyni satma? Ha. Hatta deganda bir ko'ngil kelmoqchi deyapman. Shuncha men narsa keraklarim bo'lsa, evaldigan narsalar olsa, ama kapitalaringni elib uyni bekalab bersan, hatta degan ko'ngil keldi sotini. Sen chaqchaq qilyapsan yo rosayotamsan? Ma uyni satsan ota-onamning izi yo'qolib ketadi, buni bilamsan. Voy, qani shu is. Yo'q, allaqachon yo'qolib bo'ldi u. Ketganlar ketib bo'ldi, ama yashaydiganlar yaxshi yashasa bo'lmaydi. Shu sotaman bu uyni. Biz kichikimizdan birga o'ynab cho'g'a uy. Sen bu uyda o'ltirsan bo'ladi. Lekin satishga ruxsat yo'q. Voy jinim aka, bizning burobdan turayotgan uyimiz bor tursa, bu uyda o'tirib nima ish qilamiz? Bu uyni bo'sh qo'ygandan qarang, setibli bitayli. Ma iningizning qo'li azroq pul ko'rsin aka. Sizmi qo'shib qolasiz? Ballarimizni o'ylab qo'ying. Ukam, bu inim yaxshi kun ko'rsin, albatta men xush bo'laman. Sizlarcha bu uyni satmasqim, shu pul uchunmi? Voy, pul hammaga lazım aka hozir. Şu hamma odam pulda yashaydi hozir. Agar sen pul lazım olsa, menga lazım. Men uy mening, ijara berem deb, satam deb, boshqa bizga o'tazib qo'ydim. Menga mening ishimda sen o ishlarga aralashma. Qolgan qarzim men hozirgi ish to'layapman. Men sana bir vaqt to'lashma deb vaqtim-ba. Men nima dedim? Maqsad oshkor oldi-ku mana. Aka biz anladık. Biz bütün pulun qo'shlardan anladık mush gapni. Bu iningizni to'lab bering desangiz, bu nimasini to'laydi? Shuningga shuni satayli. Bizmi ancha-muncha u deyish beramiz. Sizningmi bu gapdan qaraganda, o'sha uydan ancha-muncha tamoyingiz bor o'xshaydi. Aka, aytadigan uyni oldiga odam keladi. Men uyni sotma, bu uy mening. Sen aralashmasangmi bo'ladi. Men deganni deb qo'ydim, nasringizni ilib men uyni bekallar. Men uyni 500 ming ko'q deyishdim degina qara. Singlim yotib qoldi amini. U yotib qolsa sotdan adimi. Onun pul lazım olsa men yana qarab turmayman. Sana men yana 100 ming ko'y beray. Sen dadamning qarzini qaytarib biroq ishlarni qilib. Gap o'choq, men uyni sotmay aka, gap tugidi. Ishta qilayli. Endi ach to'lashmayli aka. Menga Aka! Aka sama nima bo'ldi? Aka sama nima bo'ldi? Akam. Uyni sotaman dedi. Mana uyning amaliy ahvoli mush shu. Qanday rasmdagi o'xshamdi ekan? Bu yerda odam yo'q dedingiz-ku? Qaringiz bo'lsa 2 kungacha ko'chib chiqdi. Ko'ring, qanday rasmdagi o'xshashmi ekan? Bu uy bo'lib qoldi ekan, menga yoqdi. Endi shu pul kirsak, qarang. Endi o'zingiz bilasiz, menga jiddiy pul lazım bo'lmagan bo'lsa, bu o'yinni bunda jiddiy holat sizga arzon berib aytmaydim. Shunga puli ishimiz deyishgandek bos bo'ldi. Bundachi bu oyning sirimjonlari ko'rinib qopti. Men yana almashtirmasam bo'lmaydi. Yana birsi apam mashinib qoldi. Bola mushtarak bir uy tug'im bor deganlik uchun bu oyni apply dedi. Demak, cho'g'inam biz deyishgan bahodan men 20 ming ko'y arzon tutamiz o'zimni. Qarang, bunda gap. To'g'ri, men o'yiningki sirimjonlari sal ko'na. Lekin hamma narsa to'liq. Siz chamlaringizni ko'tarib kiriblam o'tira olasizmi uyda? Ikkinchidan hamda ota-onangizni hurmatlaydigan vafodor bola ekansiz. Shunga menmi sizdek odamlarni hurmatlayman. Lekin gapni ochiq ham qilayman. Men faqat sizga 10 ming ko'lam tushib beraman. Bo'ldi. Undaqda bu o'yinni menga 2 kun ichib qilib beraman. Bu aytgan narsalarni o'zingiz olib keting. Agar siz olib ketmasangiz, men tashvir. Xotirjam bo'ling. Men 2 kungacha shu yerda oshxonada, mehmonxonaga hammayni bekalab sizga qo'p-qo'r qilib keltirman. To'g'ri. Sen ota-onam tutgan narsani 2 kun ichida bekalab berib deyapsan. Bu nima shop ketdi? Bu ki?
Akam bu işlerden nasip yok. Maşı kiçikimden muşu tuğulup çoğu adam. Sen kim o? Men boyun istamoq yo'q hali. Bu mesletinle piştim şimdi. Bu pişmuğa adam men to'lab nima qilsizlar? Ya siz hata tushunib qolmang. Bugun men uyni cho'qim sizga o'tkazib berman. Uni da xotirjam bo'ling. Siz xapamay ishlarni bilan tutib turamiz, men mana ishni hal qilib beraman. Hey aka. Sen çıkıp bu evle akamla münasebeti yok devatım sen. Qo'ya. Ha qo'ya. Kichigimni bozak qilganing yetmagandek, hozir bozak qilma deb o'ylatamsan, ha? Sana deb qo'yay, men cho'pchoq ayakshib qoldim-ku. Ma o'y mening. Satmam dem o'zimning ishi. Bo'ldi sen 2 kun vaqt bermayman. Bo'ldi, bugunlam narsa kerak falan yig'ishtirib ko'zimda yo'qla. Nadir, Ha? uydim may qolmabdi qarang. Tekkida chiqib am Mingulning sap 100% liknidan akirsin zotga. Qo'y o'zing akira. Voy men tamoq tutish qilib bo'ptimi? Tekkida chiqib akiring ha. Cho'qim Mingulnikini eling ha. Ma'qul. Da, hafkam kelganmidingiz? Akam yo'qmi? Akangiz bir narsa qilish ketgandi. Bir ish bormidi? Cho'ng akam og'riq doktorxonada yetib qoldi. Bundan akam xabar topdimi, topmadimi, uni yo'qmidim. Uning ustiga operatsiya qilmasa bo'lmaydi. Uning bir munch pul ketadi ekan. Shu akamni izlab kelishimdi. Ey, jinim ukam. Yana shu pulni qisma. Ey. Shu uyni sotdi deb bir munch pul var deb o'ylaydi ekansan-da ukam, ha? Akangizning tafovutini siz bilasiz ukam. Nereden nechchiligini. Ha, uning topgan pulni mushu uyga ishlasak, a uyga ishlasak, akamning kesinini davolasak, bizning ishga balimiz var ukam. Bizmi jon baxmasak bo'lmaydi. Buning bir o'zingiz amal qilib baqamsiz. Nim davatsiz? Biz degan 3 qarindosh. Cho'ng akam doktorxonada, men degan qizola. Mush Nodirkan izlab kelmay, kimni izlab kelmay, men nerdan amal qilaman? Boshqa ish olsa, sizning oldingizda hargiz yolvurib kelmaydim. Akam doktorxonada operatsiyaga 200 ming koy ketadigan davatman. Bunchilik qilishib ketmayli. Qarindosh degan bir-biriga mushta vaqt asqatimiz qancha asqatidi? Pul jidildim, bek to'ydim men. Ey. Ash uy setildi deb mush kallida bütün pulning xiyol bo'yotidi ha. Bizda mush issiqjondan boshqa narsa qolmadi ukam. O'zingiz amalni qiling. Men buni amalni qilolmayman da. Uy degan uchimizga tang tava. Akam 100 yil qilib besib yetyapsam qamlashmas. Xuddi boshqa vaqt olsa talashmasak, hozir akam doktorxonada davatman, siz mendan qiyrishyapsiz bizlar. Kimga qotsiz? Ha? Yangangiz juma nasib deb qo'yayman. Bo'ldi. Urug' tuqqan deganmi mushta pranashamda? Men seni yengam juma deb qo'yay. Men meni so'nglim juma deb qo'yay. Nima bo'ldi? Oldin kun akam tomoqqa tasib. Akam shiqlib qopti. Doktorxonaga olib Shurgacha to'xtaga davolashga kirmoqchi. Shu sendan boshqa sizlar bog'ida hech qanday adimim yo'q. Yig'lama. Ha, uyni oldiga odamni uyga boshlab borgandan keyin o'yishib qoldim. Men bu kichiklik qilib qo'yibdim-a. Uyni sotmaydigan bo'ldim. Ha? Setishni men o'ylashmadim. Pul ketadi degan bo'lsa ansirma. Mana mendek akam bor. Akamning men yana mendek inisi bor. Sen xotirjam bo'l, yig'lama. Endi jon deganga sabab qilamiz. Nurg'un pul ketadi degan bo'lsa pul tashlamsak bo'lmaydi. Sen xotirjam bo'l. Pul menda bor. Mendek akam bor. Yetmay qolsa, mana uy bor. Mush uyni satsak, nurg'un pulga yarar. Bu oyunu satsangiz, men bilan aşkı balam ko'chaga chiqib yotamdi. Sen qashqapoqlarni o'ynatma. Xotirjam bo'l. Men lan bo'ldi ekanman, sen ko'chada qolmaysan. Vallarim shu. Sen ama qarindishing bor. Mush kun sening qarindishingning beshig'i kelsa, uni kim bilasan. Lekin sening qarindishingning beshig'i kimmisan?
Şuna sen atkaçılık kılma. Köngülsüzlükmi tapma. Canını tutuldurış en mühim. O benim bir dallı akam. Onundan başka akam yok. Hazır işkimiz doktorxona berip, doktorlarla bir paranlaşıp, emine ahvalını bir bileyli. Çığlıma ha? Ma. Mingir 100%lik yürüşlük maylarımızga her qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Aloqalashish telefon nomer 189 99 84 00 94.